tutinglar. Ama esinglar tutinglar, cho'nglarga pul bergan vaqtida nurg'un insonlar bunda diqqat qilmaydigan bir ish bor ekan. O'sha bizning nimamizda, bizning diyorimizda. Cho'nglarga pul berganda sanab berilmaydi do'stlar. Sanab berilmaydi. Pul bergan sanab berilmaydi. Bir akamiz ashta qilibdi. Dadasining qishig'i berib, dadasiga hamda bir 2000 ko'y berish niyati bor ekanda dadasiga. O dadasi ham qattiq salopatli inson ekan, hamda burundan cho'ng o'tgan. Hamda pensiya maoshlari bor ekan, hamda pensiya maoshlaridan sit endi dadam meni de sap qo'ysin deb bir kuni pul beray deb dadasining qishida o'tirib, yanchiqda pul bor ekanda 10.000 ko'y pul bor ekan. Shalaqni chiqiriblar, tas sanabdi bu. Sanabdiki dadasimda qarab o'tirib mushqotsa debdi. Debdiki da qarab, "Ha dada, men pul beramsa" debdi. "Ha, pul beray deyman" desa. "Ben sanamay be. Men sana kichik ay tug'ilib tam mush vaqt kecha men sana ketgan xarajatlarni sanab qo'ymagan. Men sana sanamay hechdegan. Ben sanamay be. To'g'ri-da deymizmi? Masalan, qaysimizning birsimizning dadasi biz tug'ilgan doktorxonaga 5000 ko'y qashildim, zakir 350 ko'y, bulmaq 170 ko'y deb ay jangdan bormi? Qaysinglarning uyinglarda jangdan bor. Yo'q-ku. Shunga ota-onaga agar pul berayotgan bo'lsanglar, sanab bermanglar. Ota-onaga bir narsa qilib berib, ota-onaga pul berib, ota-onaga mashina berib, ota-onaga uy berib, ashuni do'yinga chiqarayotganning hammasi mening nazarimda poq axlat. Ata-onaga go'sh ilib, ata-onaga bu narsani ilib, opirib, ata-onasi oldi qo'ygan yerini tatib do'yinga chiqarganning hammasi axlat. Mening shaxsiy ko'z qarashim. Agar men unda axlat emas, mening ota-onamga qilayotgan shu yaxshiligimni do'yinga chiqarishdiki, uningdan boshqa bir oliy janob mening bir o'y fikrlarim bor dedi, sana meni izdanglar. Do'y ota-onasiga qashilgan pulni, ota-onasi qilganni do'yinga tatib chiqadimi? Mayli do'yin bo'lsin, mayli boshqa yoq bo'lsin, tatib chiqadingsa axlat. Sening o puling ko'paymaydi bu. O sen haqlar meni mesela deb qolsin deb qilayotgan ishlarda bu. Boshqa ota-onaga do'stlar qilimiz, bildamay qilimiz, o'zingiz bilasiz, onangiz biladi uni. Biz kichik vaqtlarimizda biz bunda vang jiqilib chiqib beramiz, tarasturuslam yarda bo'lsa cho'nglar 10-20 mingni qashlab bitib, dodi chiqib olmagan-ku. Men balam palonchiga bugun sho'tidan jiqilib tushib, 20 ming ko'y qashladim, xaloyiq. Bilib qo'yinglar, balamga qilsangdagi ajrimni dedimi birasanlarning opanglar. 4 kun dikillam cho'ng'olib appaga daykonga biz uyni apirib o'taqib uy appadim deysanka. Arshu mashina bir napir dadamga mashina appadim deysanka. Bir to'tal qo'yning oldi pachig'ini apirib olib zo'pin tatib chiqarib yetsanka, anamga go'sh appadim bilan. Hammani qilayotgan qilqim tukishlar. Men sizlarga bu ota-onamizningki bu vaqtida hammamiz tang dal mushu asnodan boshlab ota-onamizga bo'lgan muomalamizni tang birlikda o'zgartaylik demoqchi. Do'yin yigitma deydiganlar ko'p. Do'yinda men sizni pul topqizma deydiganlar ko'p. Do'yinda men sizni anda erishga chiqamay, oyshar chiqamaydiganlar bor. Lekin bunda ota-onamizga bir nazar tashlab qo'yaylik. Ota-onamiz bizdan qanchalik xush bo'ladi, ota-onamizdan bizdan xush bo'lish nisbatini tang ko'taraylik deydigan odam yo'q. Buning uchun men o'zimga degan gaplarni qo'shib sizlarga jopin qilib chiqarib tatib o'tiryapman-da.